Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun mana Andijonga keldik. Bu yerda ham Andijonda ham mana o'zimizning obunachilarimiz, biz YouTube'da kuzatib, Instagram'da kuzatib oladigan o'zimiz obunachilarimiz ishlarimizga ishqiboz bo'lib qolishib, mana zakaz berishdi. O'zimiz razmer olgani keldik, tavsiyalarni berdik. Ajoyib ideal holatda chiqdi. Mana ko'ringlar, ishlarimizga baho beringlar. Xizmatlarimiz Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkent bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Voha tomonlariga o'sha 50 kvadratdan bo'lgan, oshiq bo'lgan ob'yemlarga borib beramiz. Qadrli obunachilar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Ishlaringizni sifatli qilib beramiz. Mana bu yerda hozir 4-5 ta xonani qilib berdik. Hammasini fotopejatlarimizga ishqiboz bo'lib qolishgan ekan akalarimiz. Xonadon egalari mana shuni chiroyli holatda qilib berdik. Qadrli obunachilar, shaxsan razmerlarni ham o'lchaganini o'zim boryapman. O'zim xonadoningizga nima ketadi, tavsiyalarni beraveramiz. Buni har xil turlari bor, yangi kataloglarimiz kelgan. Juda ham ideal holatda chiqyapti. Mana gullarimiz o'ta tiniq, o'ta ideal holatda, yaqindan ham olib chiqaring. Mana ahamiyat beringlar, har bitta barglarigacha hammasi o'zi vidno bo'lib ko'rinib turibdi. Mana ichida o'zi mramorli variantlar ham aralashgan. Juda ham 3D forma bo'lib chiqadi, ajoyib holatda. Qadrli obunachilar, mehnatimizni qadrlagan holatda bir dona like bosib turinglar. Xudo xolasa keyingi xonadon sizniki bo'lishi mumkin. Borib o'zimiz tavsiyalarni beramiz, uylaringizni sifatli qilib, chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa yaxshi chiqadi. Mana ko'ringlar. Endi keyingi obyektlarimiz Namanganda bo'lyapti. Namangan, undan keyin Farg'onada, xullas vodiy bo'ylab ko'proq, vodiyda ko'proq zakaz bo'lyapti. Toshkentlarga ham 3 kundan o'rnat beryapmiz. Toshkentdan ham zakaz qilishyapti. Toshkentdagi zakazlar ko'proq onlayn olamiz. Razmerlarni o'zlari tashab berishadi. Vodiyda ham uzoq joylar bo'lsa, agar o'zim tashab beraveraman desa, razmer tashab berganiga o'zimiz xullas pulini bonus qilib beramiz. Qadrli obunachilar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa yana keyingi obyektimizda ko'rishguncha omon bo'linglar, qadrdonlar. Yana bitta narsa esimdan chiqib qolibdi. Bemalol buni artib yuvsangiz bo'laveradi. Bunga o'ylanishga hojat yo'q. Rangi o'chmaydi. Yillar davomida ham bu xullas turaveradi. Patologda juda ham chiroyli holatda uyingizga ancha ko'rk sifat beradi. Qadrli obunachilar, bizni kuzatishda davom eting. Keyingi ko'rsatuvlarimizda, keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaveraylik, omon bo'linglar, qadrdonlar.